Korsetingiz ham to'g'rilolmaydi. Buni faqat operatsiya kim qiladi? Endi sampida yoki travmatologiyada qilishadi. Hozir bu sostaniyasida kelinglar, qatnanglar, 4-5 kurs massaj olinglar, yaxshi bo'ladi deb nima qilaman men aldab sizlarni? Ko'ryapsizmi, nima o'zgarish bo'ldi? 20 kun massaj olibsiz. Nima o'zgarish bo'ldi? Hech narsa o'zgarish bo'lmadi. Internetda ko'rganmiz. Tushunib olman, qarang, oysi internetda meni ko'rganingiz bilan har xil diagnozlar bor-da. Tushunyapsizmi? Yuragi slabiymi? Nega operatsiyaga olishmayapti? Bu tug'ilgan yurak porogida bosh. Ha, sabab shu. У ребенка порог тоже есть, поэтому. Oyjonisi, men bor uzr so'rayman. Men garantiya bermayman. Eng zo'r massajistkamga qo'ysam ham buni to'g'rilab bera olmayman. To'xtat, qarash. Ты пишешь? Молодец.